Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana kanalimga bitta video qo'yib, qisqa video qo'yib joylashda davom ettiryapman. Aytganimdek, yangi kanalim edi. O'zimni shaxsiy kommunal sohamdagi narsalarni, ma'lumotlarni o'rganyapman deb aytgandim. Bundan oldingi videolarimda ham, masalan, bundan oldingi qilgan videolarim birida ham tabiiy gazni, masalan, uyga kirgan tabiiy xonadonimizga tushirilgan tabiiy gazni bo'yicha yana bir qizig'i, mana ma'lumotlarni o'qib, mana ko'rib, o'rganib chiqdim. Mana bu ham masalan o'sha gazlashtirish degan uyni gazlashtirish degan loyiha bo'lar ekan. O'zgaz loyihasi ekan. Mana bu endi o'zimning shaxsiy xonadonimniki, shaxsiy uyimniki bu. Mana O'zgaz loyiha deb berilar ekan. Endi buning ichida o'sha xavfsizlik, texnik shartlar, o'sha punktlari bor ekan. O'sha xonadon sohibi, ko'rgan mas'ullar, nimalar yozilar ekan. Joylashgan xonadonning nimalari, tuzilmalari bo'lar ekan. Endi bu o'zimniki, uyimniki. Mana masalan chizmalari bor ekan. Endi ko'rinmaydi. Mana ichida chizmalari bor ekan. Shu ma'lumotni ham o'zim uchun mana bilib qo'ydim. Endi bu o'zim shaxsiy xonadonimniki, o'zimni kommunal soha bo'yicha shug'ullanayotganim uchun o'zim ma'lumot, o'zimniki shaxsiy kommunal sohamni o'rganayotganim uchun o'zimga yana bir yaxshi ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun buni ham bir video qilib olishga niyat qildim. Bu ham yaxshi. Masalan, mana buni ham o'zgarishi, mana loyiha, proyekt, uning ichida shartlari, mana belgilangan, chizilgan texnik aniqlari bor ekan, mana yozilgan polniy. Endi hozir buni ham o'qib, o'rganib chiqyapman. O'zimniki bu ham mana shaxsiy. Bu narsa ham o'zi to'g'ridan to'g'ri gaz tushirish kerak ekan deb tushirib olavermaydi ekan. Masalan, buni o'zini gazlashtirish loyihalari, ishchi loyihalari, manzillari, xonadon manzillari, uning ichidagi texnik shartlar, punktlar bo'lar ekan. Endi bu mana mendagi o'z gaz loyiha ekan. Ya'ni davlat o'zini o'sha gazlashtirish degan o'sha loyihasidan o'tadigan davlatni nimasi ekan, loyihasi ekan. Shu endi o'zim uchun bilib oldim. Qiziq, yana ma'lumotlarni, punktlarini o'qiyapman ichidagi. Chunki bu ham bilib olish juda muhim deb o'yladim o'zim uchun. Hammanglarga katta rahmat oldindan.